Assalomu alaykum Navro'zon Flowers obunachilari. Bugun kunlaringiz xayrli va barakotli bo'lsin. Men bugun mana gipastrum gullardan oldim. Sizlarga ham foydali bo'lsa xursand bo'laman. O'zim uchun olib, o'zim uchun ekmoqchi edim. Qarasam sizlarga ham foydasi tegadigan joylari bor ekan. Ko'plar chunki gulsevarlar olishdi bu gullardan. Hozir Xitoydan kirib kelyapti. Har xil atirgulga o'xshab qavat-qavat bo'lib gullaydigan har xil rangdagi gipastrumlar mana gullashga kelib qoldi. Buni olganimga ancha bo'ldi. Ozgina tinim davrini o'tkazsin dedim. Fevral oylarida ekib olay dedim. Mana detkalari ham anchagina katta bo'lib qolibdi. Uyda turib, issiqxonada turgani uchun bulardan barik shox uyg'onib ketyapti. Mana detkachalari. Bular tez ko'payadigan piyozlilar oilasiga mansub. Bularni bemalol ko'paytirib olsak bo'ladi. Hovliga ham eksak bo'ladi, tuvakda o'stirsak ham bo'ladi. Bularni hozir kesib mana shunday holatga tomirlarini kesib tashlashgan, tinim davriga qo'yishgan. Kuz oylarida kovlab olib, masalan, hovliga ekilgan bo'lsa, shunchaki korobkalarga solib, podvallarga, qorong'i joyga, juda minus bo'lmaydigan joyga qo'yib tinim davriga tindirish kerak. Fevral oyida bahordan salgina ilgariroq ekib olsalaringiz tuvaklarga mana shunday gullamayotgan gipastrumlaringizni ham mana shunday tinim davridan o'tkazsalaringiz gullashni boshlaydi. Keyin yonidan tez detka beradi mana. Men bularni 11 xilidan oldim. Inshaalloh nasib etsa 11 xilda gullaydi. O'zimda 3 xil rangi bor. Golland sorti, bular Xitoy. Bularni endi mana shunday po'stloqlarni hammasidan tozalab oldim. Qarasam sizlarga ham bir foydali bo'lsin dedim. Ko'rsatay dedim. Shunchaki Maksimga solib infeksiyalardan tozalab, chirishlarni oldin oluvchi Maksimga solib qo'ymoqchi edim. Bir 20-30 minutga tindirib, keyin tuvaklarga oddiygina biogo'miz aralashtirib yumshoqroq tuvakka ekib qo'ysak bo'ladi. Mana qolganlarini tozalab oldim. Piyozlarimiz har xil bo'lgani uchun ham gullar har xil bo'lgani uchun piyozlarimiz ham har xil. Hozir ochib ko'ryapman. Bir xili qizil, bir xili to'q sabz rang, qorovut qizillari bor ichida, siyoh rang, pushtini boshqacha ranglari ishqilib hammasidan har xil qilib oldim. Chiroyli bo'lib gullasin, sizlarga ham tashlayman. Holi shunday qilib tozalab oldim. Ko'plarida mana bir ikkitasida pichoq tekkan joylari yumshab qolgan ekan. Chirish batamom ko'payib ketmasligi uchun, infeksiya tarqab ketmasligi uchun endi o'zimizga, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun aytyapman. Chirish ko'payib ketmasligi uchun dezinfeksiya qilib olmoqchiman Maksimga solib. Shunday qilib endi mana bitta po'stlog'ini olib tashlasak ham bo'ladi. Qurgan joylarini olib tashlasak ham bo'ladi. Bular hech nima qilmaydi. Qo'rqmasdan olsalaringiz bo'ladi. Endi hozir tez qilay, keyin buni 30 minut tindirib Maksim dachikka solib qo'yganimdan keyin ekish jarayonini ham sizlarga ko'rsataman. Mana nimamizni yaqinroq olaylik. O'lchab solishimiz uchun shpritsga tortib olgandim. Salgina qizarsa bo'ladi. Biron nima bilan aralashtirib yuboramiz. Chunki chirish alomatlari bo'lsa ham oldini oladi. Quritib, yaxshilab quritib keyin eksak, nima desam bo'ladi? Shu nimalarni, chirishlarni quritadi, to'xtatadi chirishlarni. Ozgina yana qo'shay. Kamroq bo'lganday o'zim uchun.
Endi bu gullarni arzonga olayotganimiz yo'q. Har bir piyozi qimmat. O'zim uchun ko'paytiray dedim. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'rqmasdan solib qo'yasizlar. Tindirib. Menda 11 xil, Xudo xohlasa, nasib etsa ko'ramiz. 11 xilda gullashini sizlar bilan kuzatamiz degan umiddaman. Mana bizda kun qaytadan sovuq bo'lib qoldi. Qishki kiyimlarimizni yana qaytadan kiydik desam ham bo'ladi. Bahor keldi deb hamma bodom nimalar daraxtlarimiz gullab qoldi. Bunisiga sig'mar ekan, bunga sig'diramiz endi. Shunday qilib 30 minutlar qo'yamiz. Detkachalari ham chirib ketmaydi to'g'risi. Umid qilyapmiz mana shu detkachalardan ko'paytirib olishdi. Sizlarga ham ko'rinsin. Shunday qilib 20 minut tindirib qo'yamiz. Keyin sizlarga yana videorolik qilib tashlayman. Quritib ekish jarayonini ham ko'rsataman.